Hozir bozordan ko'katlar olib kelgandik. Mana qilib qo'ydim bankaga. Вот, mana qilib qopqoqchasiga olib qo'ydim. Mana shunaqa qilib qo'ysanglar, o'zinglar ham bilasizlar, o'sha birinchi marta, ikkinchi marta qilganlaringda anaqa ko'proq turib beradi. Manda shunaqa oilaviy ro'zg'ordagi layfhaklarni topishingiz mumkin. Hozir ham bitta video joylayman bundan keyin chuchvara haqida. Hozir bularni ustini bunaqa krishka deydimi, qopqoq deydimi, shunaqa bilan yopib qo'yamiz. Ancha vaqt turib beradi. Mana buni yarmi o'sha o'tgan haftami, undan oldingi hafta olib kelgandik. Mana bu to'q yashili bu olib kelganimiz. Bunga ham o'z qopqoq topib qo'yib qo'yamiz. Вот, buni xolodilnikka qo'yish kerak. Hammasi xolodilnikda turishi kerak.